Yangi yo'ldagi eng zo'r optni stilist, vizajist kim siz uchun? Men uchun egoist salonidagi go'zal eng zo'ri. Men uchun Sanoat salonidagi Farangiz opa, Instagramlari Bonu Beauty. Eng zo'ri men uchun. Shu 15dagi Nizam maktab oldidagi Dilnoz opa. Doim ularga boraman. Agar mendan so'rasanglar, shunda Nigora tortlarini yonida Felicita salonda Maftuna Hakimova stilistimiz borlar. Maftuna opamlarga bemalol o'zim %100% ishonib topshiraman. Eng muhim kunlarimdagi stilimni. Men tavsiya qilgan bo'lardilar. Yangi yo'ldagi eng zo'r stilist, vizajist kim sizlar uchun? Kommentariyada yozganinglargacha shu novinkalarimizni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Rossiya ham ko'p, o'rangan opa-singillarimiz bizga ham yangi uzun ham uzunroq bo'lgan modellarni ko'rsatinglar deb yozishibdi kommentariyada. Mana sizlar uchun spesialni chiqardik. Shunaqa chiroyli. Materiallari viskoza bo'ladi. O'zbek razmerda 54-56 razmergacha to'g'ri keladi. Sultankalarning uzunligi 1 metr 10 sm bo'ladi. Tepa qismining uzunligi 75 sm bo'ladi. Agar uzun kiyolmayman desanglar, bemalol mana menga o'xshab, mana bunaqa qilib yig'ib olsanglar bo'ladi. Spesialni shunaqa shnurlarni shunaqa chiroyli qilib osiltirib yurasizlar. Narxlari 200 ming so'mdan, Yangi yo'lda ham, Abu Sahida ham bor. Maza qilib yillab xizmatlarni qilib beradi. Agar kelolmagan taqdiringizda dostavka va pochta xizmatlarimiz ham bor. Hammalarni Yangi yo'l filialimizda kutib qolamiz.